zavisimiz davolab bo'lmaydigan kasallik hisoblanadi. Tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, emotsional bo'shlik paydo bo'ladi. Miyaga doza tushganidan keyin, narkotik iste'mol qilingandan keyin xuddi shu 100% lik baxtni qaram insonlarda nimaga doza tezda ko'tarilib ketadi. Bitta ichayotgan tabletkasi bunga 100% lik effekt bermaydi-da. Именно mana shu chaga keyingi dozani olishi uchun turtki bo'ladigan simptom hisoblanadi. Unutishga eng oson, eng tez yo'li bu yana upatrебение bo'ladi, ya'ni yana qayta iste'mol qilish. Nosog'lom отношение qurish va doimiy qizlarni almashtirish. Shu 80%, 100% qilib turuvchi narsa bu har doim narkotik bo'lib qoladi.